Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz tasavvuf ta'limotlarining sharq madaniyatiga ta'siri. Rejani ko'rib chiqadigan bo'lsak, tasavvufning kelib chiqishi, mazmun mohiyati, ikkinchisi tasavvuf ta'limoti va tariqatlari, uchinchisi Mavron-Nahrlik buyuk tasavvuf vakillari. Tasavvufning kelib chiqishi, mazmuni va rivoji. Tasavvuf sofiy so'zidan kelib chiqqan. Arablar sof deb jundan bo'lgan matoni aytadilar. Dastlabki davrlarda zohidlik, tarki dunyochilik yo'lini tutganlar jundan to'qilgan chakmon, xirqa yoki po'stin kiyib yurishni odat qilganlar. Ularni boshqa kishilar jun chakmon, po'stin kiyib yuruvchilar, ya'ni sofiylar deb ataganlar. Sofiylik ta'limoti 8-asrning o'rtalari, 9-asrning boshlarida shakllana boshlagan. Tasavvuf sofiylik dastlab zohidlik, ya'ni bu dunyo hoyu havasidan voz kechish harakati ko'rinishida bo'lib, Bog'dod, Basra, Kufa, Damashq kabi shaharlarda keng yoyilgan. Tasavvufning olimlar nazarida quyidagicha ta'rif bergan. Ahmad Yassaviyning ta'rifiga ko'ra, tasavvuf nafsga mag'lub, shoh qul, nafsdan ustunlikka erishgan g'arib shohdir deb ko'rsatgan. Tasavvuf insonni xudbinlik botqog'idan, tubanlik jaridan qutqarishning va ma'naviy ruhiy poklanishning to'g'ri yo'li, nafsning ehtiyojini yengish, nafs manzillarini bosib o'tish deb o'rgatiladi. Tasavvufning bosh g'oyasi fano yo'li, ya'ni kishiga Alloh ma'rifatiga va marhamatiga erishish yo'lini ko'rsatishdan iboratdir. Zohidlar, ya'ni tarki dunyo qilganlarning o'ziga xos xususiyatlari. Birinchi xususiyati shundan iboratki, Qur'on mazmuni ustida mushohada qilish, kundalik hayotda bu ilohiy kitob va payg'ambar hadislari ko'rsatmalariga qat'iyan rioya etish, ko'p marotaba qo'shimcha namozlar o'qish, bedorlik va ro'za tutish, har qanday dunyoviy narsalardan yuz o'girish, kundalik hayotda taqvoli bo'lish, xususan ruxsat etilgan narsalar bilan man qilingan narsalarni qat'iyan ajratish, dunyoviy va harbiy hukumatlar bilan hamkorlik qilishdan voz kechish, o'zini taqdiri ilohiyga topshirish bo'lgan. Ular faqirlikni ulug'lab, oxiratni o'ylab, tavba qilish kayfiyati bilan yashagan. Berganiga shukr qilganlar, azob uqubatlariga sabr toqatli bo'lishni targ'ib etganlar. Tasavvufning mazmun mohiyati. Tasavvuf inson hayotidagi eng katta kurash, nafsni taslim etishga xizmat qiladigan kurash hisoblanadi. Tasavvufning mohiyati insonni ma'naviy, ruhiy va jismoniy poklanish orqali ruhan Alloh vasliga yetish, uni anglashdan iborat. Tasavvuf bu ilohiyat olami, inson ma'naviyati, ruhiyati, ehtiyojlari va uning Xudoga munosabati haqidagi falsafiy ta'limot hisoblanadi. Tasavvuf ilmi mohiyatan va mazmunan jamiyatning tirik vijdoni, bo'lmish komil inson haqidagi ta'limotdir. Xulosa shuni ko'rsatadiki, tasavvuf inson qalbiga sayqal berish ilmi hisoblanadi. Sofiylik yo'lining 4 ta bosqichi bor. Bular shariat, tariqat, ma'rifat va haqiqatdan iboratdir. Shariat nima? Shariat tasavvuf ahli shariatning barcha talablariga bo'ysunishi kerak. Tariqat bunda muridlar o'z pirlari va murshidlariga itoat etishi lozim. Ma'rifat yaxshilik va yomonlikning nisbiyligi aql bilan emas, qalb bilan yengib o'tiladi. Haqiqat esa zohid shaxs sifatida tugab, haqiqatga Allohga yetishadi. Ruhiy va jismoniy harakatlar
sig'inish va ibodatlarga intiladi. Sufiylik tasavvuf tariqatlari dunyoning bir necha joylarida, bir necha mamlakatlarda mavjud. Markaziy Osiyoda Naqshbandiylik, Yassaviylik, Kubroviylik keng tarqalgan. Sharq mamlakatlarida Qodiriylar, Bektoshiylar, Rifoiylar, Tayfuriylar, Mavlaviylar, Sholiziylar, Chishiylar, Safaviylar, Hamdariylar, Jaloliylar keng tarqalgan. Arab mamlakatlari, Afrika, Janubiy Sharqiy Osiyo xalqlari orasida Salafiylar, Shartariylar, Rashidiylar, Rahmoniylar, Tayyiblar, Tinoniylar, Ammoriylar, Muridiylar va bir qancha tasavvuf tariqatlarini tarqalganini ko'rishimiz mumkin. Markaziy Osiyoda tasavvuf ta'limoti. Tasavvuf inson qalbidagi yomon sifatlarga sayqal berish, ulardan xalos bo'lish choralarini o'rgatuvchi, qalbdagi ezgu sifatlar va ularni qo'lga kiritish yo'llarini ko'rsatuvchi, komil inson maqomiga erishmoq qoidalarini o'rgatuvchi ilm hisoblanadi. Tasavvuf garchi 8-asr o'rtalari va 9-asr boshlarida yuzaga kelgan bo'lsa-da, uning nazariyasi va amaliyoti 10-13-asrlar davomida tasavvuf adabiyotlarida ishlab chiqilib, o'zining oliy bosqichiga ko'tarilgan va Naqshbandiya tariqatida mukammal nihoya topgan. Sufiylar faqirlikni ulug'lab, oxiratni o'ylab, tavba qilish kayfiyati bilan yashagan, berganiga shukr qilganlar, azob-uqubatlarga sabr-toqatli bo'lishni targ'ib qilganlar. Movarounnahrlik buyuk tasavvuf vakillari Yusuf Hamadoniy, Ahmad Yassaviy, Abduxoliq G'ijduvoniy, Najmiddin Kubro, Bahoddin Naqshbandiy va boshqalar kiradi. Movarounnahrda buyuk tasavvuf vakillarini yuqorida aytib o'tdim. Endi Yusuf Hamadoniy, Ahmad Yassaviy bilan tanishib chiqamiz. Ahmad Yassaviy 1105-yilda tug'ilib, 1166 yoki 67-yillarda vafot etgan. Turkistonning Sayram muzofotida Ibrohim ota oilasida tug'ilgan. Yusuf Hamadoniydan ta'lim va tarbiya olganlar. Devoni hikmatlar to'plamining muallifi hisoblanadi Ahmad Yassaviy. Mazkur tariqatda pir va murid o'rtasidagi munosabatlarga oid va murid amal qilishi shart bo'lgan 10 ta odob, axloq, qoida, talablari mavjud. Yassaviy tariqatida murid amal qilishi shart bo'lgan 10 ta odob, axloq, qoidalari mavjud. Ulardan birinchisi, muridning hech kimsani o'z piridan afzal ko'rmasligi, doimo unga taslimiyat izhor qilmoqligining shartligi. Ikkinchisi, murid shunchalik zukko va idrokli bo'lishi kerakki, u o'z pirining hatto ishoralarini ham mukammal anglay oladigan bo'lsin. Uchinchisi, murid pirining barcha so'zlari va ishlariga sodiq bo'lishi hamda unga qaram bo'lishi lozim. To'rtinchisi, murid o'z pirining barcha topshiriqlarini chaqqonlik bilan sidqidildan bajarib, pirini hamisha rozi qilib yurmog'i lozim. Beshinchisi, muridning o'z so'ziga sodiq, va'dasiga amal qiluvchi, piri ko'nglida hech qanday shubha tug'ilishiga o'rin qoldirmasligi shart. Oltinchisi, muridning o'z va'dasiga vafodorligi, so'zida ustuvor turmog'ining lozimligi. Yettinchisi esa, muridning o'z ixtiyoridagi barcha mol-mulkni, butun bor yo'g'ini, boyligini o'z piriga baxshida etmoq uchun tayyor bo'lmog'i kerak. Sakkizinchisi, muridning o'z piri barcha sir asrorlaridan ogoh bo'lishi. To'qqizinchisi, muridning o'z piri barcha takliflarini nazarda tutib, uning mushkulotini oson qilmog'ining pand va nasihatlarini bajo keltirmoqligi shart.